Kokosh taxallusi bilan tanilgan Komila o'z Instagram sahifasida shunday post qo'ydi: Assalomu alaykum. Meni tuzalishimni kutmadinglarmi? Mayli, endi intervyuni beraman. Dalil-isbotlar bilan kim asli kimligini, kimlarni ota-onasi haqiqiy xotinini berkitib yurganini videoga tushmay qoching deb vrachlarni hammasini dalil-isboti bilan ochaman. Intervyu berolmaganim sababi ko'p. O'tirishim mumkin emas. Tuhmat uchun javobgarlik bor. Ha, yana man Abbos oldiga borib vayn olaylik demaganman. U partnyori bilan urushib menga vaynimda tushib bering degan va ssenariyni Abbos o'zi yozgan va men hech kimga aytib uni yomonlatmaganman. Qani ovozim, dalil, qani man gazi bos degan. Vijdonsizlar Allohdan qaytsin deya Kokosh o'z Instagram sahifasida shunday post qoldirgan. Tezkor va so'nggi shou-biznes olami xabarlarini Dunyo Lifestyle kanalimizda kuzatib boring. Bizda barchasi haqiqat, hech qanday to'qimalar va yolg'on so'zlar ishlatilmagan.